alaykum. Hafta davomida tumanimizda ro'y bergan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Ayni kunlarda mamlakatimizning barcha joylarida mahalla tarixidagi muhim ijtimoiy-siyosiy jarayon fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari saylovi uyushqoqlik bilan o'tkazilmoqda. Saylov kuni 18 yoshga to'lgan hamda tegishli hududda doimiy yashovchi fuqarolar o'zi yashayotgan hudud taqdiriga daxldorlikni his qilgan holda bevosita yoki vakillari orqali eng munosib nomzodlar orasidan fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilarini saylamoqdalar. Saylovni tashkil etish hamda o'tkazish oshkoralik, muqobillik va teng saylov huquqi prinsiplari asosida ochiq va oshkora tarzda amalga oshirilmoqda. Saylovni tashkil etish hamda o'tkazish jarayonlari ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritib borilmoqda. Tumanda fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari saylovini tashkil etish hamda o'tkazish uchun fuqarolar vakillarining yig'ilishi qarori bilan 47 ta ishchi guruhlar tuzilgan. Aytish kerakki, ishchi guruhlar joylarda saylovni qonun talablari asosida o'tkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Barcha ishchi guruhlar fuqarolar vakillarining yig'ilish o'tkaziladigan sana, vaqt va joyini belgilash hamda bu haqda tegishli hududda yashovchi fuqarolarni xabardor qilish, hovlilar, uylar, ko'chalar hamda shaharchalardagi, ovullardagi mahallalar aholisining fuqarolar vakillari saylov bo'yicha umumiy yig'ilishini tashkil etish va o'tkazish, tegishli hududda doimiy yashovchi fuqarolarning fikrini hisobga olgan holda fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari saylovga nomzodlar bo'yicha fikrlar tayyorlashda jonbozlik ko'rsatib, saylovni o'tkazish uchun yuksak saviyada tayyorgarlik ko'rdilar. Shu kungacha 12 ta fuqarolar yig'inida saylovlar muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ayniqsa, Qumyob, Jumur ovul, Beshtom hamda Bosuv mahalla fuqarolar yig'inlarida tegishli ishchi guruhlar tomonidan saylovga katta tayyorgarlik ko'rilgani yaqqol sezilib turdi. 14-may kuni Uyshun mahalla fuqarolar yig'inida saylov bo'lib o'tdi. Yig'ilishda yig'in raisi va uning maslahatchilarini ochiq ovoz berish orqali saylashga kelishildi. Dastlab yig'ilish reglamenti tasdiqlandi. So'ngra ovoz berish natijalarini aniqlash uchun 3 kishidan iborat tarkibda sanoq komissiyasi saylandi. Yig'ilish raisi fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari lavozimiga nomzodlarni e'lon qildi. Shundan so'ng fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga nomzodlarning har biriga so'z berildi. Nomzodlar o'zining kelgusi faoliyat dasturi haqida ma'ruza qilib, fuqarolar vakillari mazkur ma'ruzalar bo'yicha muhokamalarda ishtirok etdilar. Mahalla fuqarolarining vakillari raislik qiluvchi tomonidan alifbo tartibida ovozga qo'yilgan har bir nomzod bo'yicha alohida ovoz berdilar. Shu tarzda fuqarolar yig'ini raisining maslahatchilari lavozimiga nomzod ham alifbo tartibida ovozga qo'yildi. So'ngra sanoq komissiyasi tomonidan fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari lavozimiga har bir nomzod bo'yicha ovozlar sanab chiqildi. Sanoq komissiyasining xulosasi bayonnoma orqali rasmiylashtirilib, fuqarolar vakillarining yig'ilishi tomonidan tasdiqlandi. Ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning zarur miqdorlari ovozini olgan nomzod fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchisi lavozimiga saylandi. Saylov yakunlari bo'yicha qaror qabul qilinib, mazkur qaror raislik qiluvchi tomonidan ishtirokchilarga o'qib eshittirildi va tasdiqlandi. Endilikda Uyshun mahalla fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari saylovi natijalari bo'yicha fuqarolar vakillarining yig'ilishi 1 oy ichida fuqarolar yig'ini kengashini shakllantiradi. Fuqarolar yig'ini faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha komissiyalarni va taftish komissiyasini saylaydi. Shu tariqa Uyshun mahallasida o'zini o'zi boshqarish tuzilmasi shakllanadi. Istiqlol sharofati bilan bunyod bo'lgan bu noyob tuzilma orqali aholining aniq yo'naltirilgan tarzda ijtimoiy muhofaza qilish, hududda tadbirkorlikni rivojlantirish, mahallaning joylarda o'zaro hamjihatlik muhitini qaror toptirish, jamiyatda osoyishtalik va farovonlikni ta'minlash kabi xayrli ishlar, eng muhimi xalqimizga xos ezgulik, mehr-oqibat, bir-biriga yordam berish kabi ko'p asrlik an'analar bardavom bo'ladi. 11 may kuni
9-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida tuman xotin-qizlar qo'mitasi va xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi hamkorligida oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi mexanizmi tatbiq etilishining amaliy jihatlari mavzusida o'quv seminari o'tkazildi. Seminar tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Tadbirda tumanimizda faoliyat yuritayotgan maktablarning direktorlari, ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, ovul va mahallalar fuqarolar yig'inlarining diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchilari ishtirok etdilar. O'quv seminarida oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi mexanizmining mazmuni va ahamiyati haqida tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mudiri Ashirbay Qo'shayev ma'ruza qildi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda amalga oshirilayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar yoshlar ongiga ta'sir qilmasdan qolmasligi hamda hozirgi maktab o'rindiqlarida o'tirgan yosh avlod ertaga bizning qo'limizdan ishlarimizni oladigan, hayotimizni davom ettirib, o'zidan keyingi avlodlarga yetkazuvchi vorislar ekanligi ayni haqiqatdir. Shunday ekan, yosh avlod tarbiyasi bilan shug'ullanadigan insonlar, ya'ni oilada ota-onalar, mahallada qo'ni-qo'shni va keng jamoatchilik, ta'lim muassasasida o'qituvchi va murabbiylar kelgusi avlod barkamoligi yo'lida o'g'il-qizlarimizning ulug' ajdodlarimizga munosib bo'lishlari uchun mas'uldirlar. Jismonan sog'lom, ma'naviy yetuk va har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashda oila, ota-onalar hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda olib borayotgan faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish asosiy vazifalardan biridir. Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirish, mustahkamlash va samaradorligini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan oila, mahalla, ta'lim muassasalari hamkorlik mexanizmini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuasi tasdiqlandi va Xalq ta'limi vazirligi huzurida oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorlik mexanizmini kuchaytirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar majmuasida jamoat kengashlari faoliyatini tashkil etish, o'quvchi yoshlar o'rtasida g'ayri-ijtimoiy harakatlarning vujudga kelishi sabablari va shart-sharoitlarini o'rganish, ularni bartaraf etish, barkamol avlodni tarbiyalashga doir ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning samaradorligini oshirish va ularni mazmunan yanada takomillashtirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirish belgilangan. Ma'ruzada bu borada ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb masalalar xususida so'z yuritildi. Oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi mexanizmi bo'yicha mahallada to'plangan ilg'or ish tajribalari, muammo va yechimlar mavzusida Qilichboy ovul fuqarolar yig'inining diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchisi Ra'no Jumaniyazovalarning ma'ruzalari tinglandi. Ma'ruzalar doirasida muzokaralar o'tkazilib, fikrlar almashildi. Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi yil sayin o'sib bormoqda. Iqtisodiyotimizning mazkur sektorini rivojlantirishda barcha tijorat banklari qatori Agrobank ochiq aksiyadorlik tijorat bankining Amudaryo filiali ham faol ishtirok etib kelmoqda. Navbatdagi lavhamiz mazkur bank muassasasi tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida. Agrobankning Amudaryo filiali iqtisodiyotimizning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirishda, ayniqsa qishloq joylarda sanoatni yo'lga qo'yish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni takomillashtirishda faol ishtirok etyapti. Qishloq xo'jalik sohasi mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va bevosita hamkorligida sohaga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli mazkur tarmoq istiqlol yillarida taraqqiyot sari yuz tutdi. Bugungi kunda filialimda jami mijozlar soni 1700 ta bo'lib, shundan 524 tasi qishloq xo'jaligi korxonalari, asosan fermer xo'jaliklarida.
Bank tomonidan fermer xo'jaliklarining nafaqat paxta va g'alla mahsulotlarini yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish borasida, balki chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik va asalarichilik tarmoqlarini rivojlantirishda doimiy jihatdan qo'llab-quvvatlanmoqda. 2016-yilning birinchi choragi davomida yangidan 18 ta mijozga hisob raqamlari ochilgan va mazkur tadbirkorlik subyektlarida 18 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bank tomonidan 2015-yil davomida 206 ta mijozga jami 3 milliard 221 million 904 ming so'm kredit ajratilgan bo'lib, shundan 168 nafar jismoniy shaxslarga 725 million 944 ming so'm, 26 ta kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga 1 milliard 187 million 800 ming so'm, 11 ta fermer xo'jaliklariga 1 milliard 308 million 160 ming so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilgan. 2016-yilda ham bu faoliyatni izchil davom ettirib, o'tgan 3 oy davomida jami 29 ta mijozga umumiy qiymati 733,7 million so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilishiga erishdik. Jumladan 5 ta fermer xo'jaligi, 2 ta tadbirkorlarga namunaviy loyihalar asosidagi uy-joylar qurilishining boshlang'ich badali uchun 330 million so'm, 3 ta mijozga savdo aylanmasi uchun 55 million so'm, bitta mijozga chorvachilik faoliyatini rivojlantirish uchun 59,4 million so'm, 2 ta fermer xo'jaligiga qishloq xo'jaligi texnikasini xarid qilish uchun 182,7 million so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilib, mijozlarning tadbirkorlik faoliyati moliyaviy qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari, bir nafar tadbirkor ayolga 30 million so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilib, ayollar tadbirkorligining rivojiga hissa qo'shildi. Bank muassasasi kelgusida iqtisodiyotning real sektori korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, dehqon va fermer xo'jaliklarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash orqali kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga, mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishni o'z oldiga maqsad qilib olgan. Ayni kunlarda qishloq xo'jaligida muhim palla ipak qurti boqish mavsumi qizg'in davom etmoqda. Navbatdagi lavhamiz bu borada tumanimizning Xitoy ovulida faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida. Shu kunlarda barcha joylarda bo'lgani kabi, tumanimizda ham ipak qurti parvarishi mavsumi uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. 7 xazinaning biri deya ta'riflanuvchi ipak qurtini parvarishlab, kunni tunga ulab mehnat qilayotgan pillakorlar faoliyati har qancha tahsinga loyiq. Xitoy ovulidagi O'razimbetov qahramon fermer xo'jaligi pudratchilari ana shunday zahmatli mehnatlar bilan pilla xirmonlarining to'kinligiga hissa qo'shmoqdalar. Fermer xo'jaligi pudratchisi Gulchehra Baymanova bir quti ipak qurtidan 65 kilogramm pilla topshirishni rejalashtirmoqda. Fayzulla Polvon fermer xo'jaligi pillakori Manzura O'razimbetova esa 15 gramm ipak qurtidan 45 kilogramm pilla yetishtirishni maqsad qilib qo'ygan. Respublikamizda pillachilik sohasiga alohida e'tibor qaratilayotganligi, pilla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga ipak qurti parvarishlash uchun zarur bo'lgan moddiy texnika resurslari hamda jihozlari o'z vaqtida va to'liq yetkazib berilganligi, shuningdek, pillakorlarning moddiy manfaatlarini ta'minlash sohasidagi yutuqlarga zamin yaratmoqda. Aytish kerakki, bu yil bahorning odatdagidan ancha barvaqt kelishi tut daraxtlarini erta uyg'otib, barg yozdirdi. Bu esa pillakorlarimizni barvaqt ishga kirishishga chorladi. Joriy 2016-yilning 19-apreldan e'tiboran joylardagi, ya'ni 378 ta fermer xo'jaliklarida mehnat qilayotgan 3564 nafar pillakorlarga va Amudaryo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati mehnat jamoasiga 4462 quti jonlantirilgan ipak qurtlari tarqatildi. Tuman bo'yicha 873 gektar tut plantatsiyalaridagi va qatorlab ekilgan 652 ming
tut daraxtlari ipak qurtlarining ozuqa bazasi hisoblanadi. Shuningdek, mart oyida ekilgan 215 ming tup tut ko'chatlari kelgusida ipak qurtlari ozuqa bazasining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bu yil tumanimiz pillakorlari 253 tonna sifatli pilla hosilini yetishtirib, mustaqilligimizning 25 yillik to'yiga munosib mehnat sovg'asi qilish niyatida mehnat qilmoqdalar. Ipak qurti boqish, pilla yetishtirish zahmatli ish. Umid qilamizki, bu yil ham qishloq xo'jaligidagi dastlabki xirmonni yuksak ko'tarib, pillakorlarimizga o'rnak bo'ladilar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim yangiliklar tafsilotini internetdagi saytimiz www.amunnews.uz dan va bugunning nafas dasturlarimizdan ham bilib olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.